Hafta boshida qanday ob-havo bo'lishi aytildi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet 26-28 yanvar kunlari kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Bunga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26-28 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. 26-28 yanvarda yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 6-11 daraja sovuq, kunduzi 3-2 darajalik bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28 yanvarda qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. 26-28 yanvarda yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 3-2 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Navoiy viloyati shimoliy hududlarida ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. 27-28 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 3-2 daraja iliqqacha, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Faqat 27 yanvarda 3-8 daraja iliq bo'ladi. Cho'l hududlarida kechasi 6-11 daraja, kunduzi 3-2 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 3-2 daraja, kunduzi 25-26 yanvarda 3-8 daraja iliq, 27-28 yanvarda 1-6 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28 yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir va qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 7-12 darajalik bo'ladi. Faqat 27 yanvarda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28 yanvarda qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. 27-28 yanvarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 25-26 yanvarda 0-5 daraja iliq, 27-28 yanvarda 2-3 daraja iliq, 26-28 yanvarda 2-7 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi, faqat 26 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. 26 yanvarda qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 25 yanvarda 8-13 daraja, 26-28 yanvarda 5-10 daraja, kunduzi 0-5 daraja sovuqdan 3-2 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundan-da yaxshi xabarlar bizning kanalimizda chiqadi.